Ahzab urush. Hicretning 5-yili Shavvol oyining boshlarida Quraysh va G'atfondan tashkillangan 10 necha ming kishilik qo'shin Madinaga yaqinlashdi. Bu xabar Payg'ambar alayhisolamga yetgandan keyin musulmonlarga maslahat soldi. Madinani istiqom yasab mudofaa urush qilish fikri ustunlikni egalladi. Salman Farisi radhiyallohu anhu Xandaq qo'rg'on yasab qo'g'inish haqida fikr berdi. Madinaning 3 tarafi Qoqos cho'li bilan o'ralgan edi. Payg'ambar alayhisalom Madinaning shimol tarafidagi uchuqchilikda Xandaq qo'lash planini tuzdi. Musulmonlar qarorgohini Sallah degan tog' etikida qurdi. Xandaq qo'laydigan o'rinlarni musulmonlarga bo'lib berdi. Har 10 kishiga 60 metr yerga xandaq qo'lash vazifasini berdi. Ular intayin qiyin muhitda xandaq qo'lashga boshladi. Qurg'oqchilik yillari bo'lib, ochliq yetarlik emas edi. Qishning sovuqi va qattiq edi. Payg'ambar alayhisalom sahobalar bilan birga ishlab to'bi to'shidi. Ishlagach Abdullah ibn Ravohining she'rini deklamatsiya qiladi. Payg'ambar alayhisalom qiyinchiliklarda chaqmoq bo'lib yenib, har xil mo'jizalarni namoyon qiladi. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Biz xandaq qo'layotganimizda qo'lash mumkin bo'lmaydigan qattiq qoram toshga yo'liqib, Payg'ambar alayhisalomga ahvolni aytdik. Payg'ambar alayhisalom men tushay dedi. Shu vaqtda uning qo'risqiga ochliqdan toshdan olgan ekan. U jo'to bilan bir urupla qoram toshni qumdaq qilyapti. Musulmonlar xandaqni 6 kunni qo'lab bo'ldi. Xandaqning uzunligi 7500 metr, kengligi 14 metr atrofida edi. Cho'nqurligi 15 metr edi. Mushriklarning qo'shini Madinaga yetib keldi. Ular Edillarga tushdi. Ularning G'atfon va uning qo'shini Uhud tog'ining yoniga tushdi. Ularning qo'mondoni Uvayn ibn Husn edi. Payg'ambar alayhisalom ayollar, bolalar, yashanganlarni qo'rg'onlarga o'rlashtirishga buyurdi. Musulmonlar qo'shini top-top bo'lishib, xandaqning ichi tarafga o'rlashdi. Ular 3000 kishi bo'lib, ularning asosiy qismi San'a tog'ining yonida qarorgoh qurdi. Huyayn ibn Ahbaz Bani Qurayza qabilasiga yushurin kirib, ularni musulmonlarga qarshi urush qilishga xutartgan bo'lsa-mu, ular rad qildi. Lekin Huyayn ibn Ahbaz ching turgandan keyin musulmonlar bilan tuzishgan ahdini buzdi. Mushriklar Madinaga hujum qilishga boshladi. Biroq ular xandaqni ko'rib cho'chib ketishdi. Ular xandaqni bo'ylab kirish eg'izi tepishga urindi. Musulmonlarmi ular bilan birga xandaqning ichi tarafidan harakatga o'tdi. Mushriklarning bir qism otliq qo'shini xandaqdan otlab o'tishga uringanda musulmonlar ularga qaytirma zarba berdi. Bir kun kechgacha ikki taraf o'zaro o'q yomg'iri qilishib tirkashdi. Kun kirib ketganda ikki taraf o'zlarining qarorgohlari qaytishdi. Payg'ambar alayhisalom kechilik muhofazat ishlarini inchga o'rlashtirdi. Ertasi atdiganda Payg'ambar alayhisalomga Huyayn ibn Ahbazning Quraysh mushriklari bilan maxfiy uchrashmoqchi bo'lganligi xabari keldi. Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu xabarni aniqlashga avatildi. Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu ularning otlari to'qilgan va tayyorlik qilayotganligini ko'rib, Payg'ambar alayhisalomga xabarni yetkazdi. Ularga bir qancha sahoba avatilib, o'zaro tuzilgan ahd eslatildi. Ularning yoniga kelgan sahobalarga qo'pollik qilib, ahdini buzilganligini oshkorladi. Payg'ambar alayhisalom Huyayn ibn Ahbazning ahdini buzganligini bilib, jarongliq takbir aytdi va sahobalarga Allohning nusrati va yordami bilan bishorat berdi. Yahudilarning osiyligi oshkorlandi. Bir qism Yahudilar bolalar va yashanganlar o'rlashtirilgan qo'rg'onga xiris qilishga boshladi. Bir qism suxanchilar Bani Qurayza musulmonlarning orqa tarafidan hujum qilishga tayyorlanib o'tibdi. Quraysh mushriklari xandaqdan bo'sib kiribdi degandek fitna ig'vo tarqatishga boshladi. Musulmonlar ig'ir sinoqlarga duch keldi. Alloh taolo bu to'g'rida mundaq deydi: ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardanmi, tuvan tarafinglardanmi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chakchiyib qolgan, yuraginglar, og'zinglar qopsilib qolgan, Alloh haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. Bu yerda mu'minlar sinalgan va beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkigandek qattiq tayyorlanishga uchirgan edi. Bir qism qalbida nifoq bor kishilar nifoqni oshkorlab, Allohning payg'ambar va mu'minlarga bergan yordami va nusratidan gumonlanib, chekinish talablarini o'tirib qo'yishga boshladi. Alloh bu to'g'rida mundaq deydi: ayni vaqtda munofiqlar va dillarida nifoq kasali borlar Alloh va uning payg'ambari bizlarga quruq va'dalarni qilgan ekan deydi. Payg'ambar alayhisalom bir turkum sahobalarni kecha kunduz takbir to'lab Madinaning ko'cha va yezlarini aylanishga o'rlashtirdi.
ayollar xatarga yo'liqqanda sahobalarning yordami kelishini talab qilish belgisi sifatida qilichlarini qanddan sug'urib qo'rg'onning ichida polonlatishga o'rlashtirildi. Mushriklar shiddatli hujum qilishga boshladi. Mushriklar ichidan Ikram ibn Abi Jahl, Amr ibn Udda, Zirar ibn Xattab, Nawfal ibn Abdullah qatorliqlar Xandaqni kesib o'tdi. Ularga Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bir turkum sahobalar bilan qarshi atlandi. Ali radhiyallohu anhu Amr ibn Uddani, Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu Nawfal ibn Abdullahni o'ldirdi. Boshqa mushriklar qochishdi. Bir qism yahudiylar musulmonlarning qo'rg'oniga qo'l solganda sahobalar darhol atlanib ularni o'ldirdi. Bir to'p yahudi payg'ambar alayhissalomning ba'zi ayollari va hammasi Safiya radhiyallohu anha bar qo'rg'onga hujum qildi. Ularning biri sapilga yamashganda Safiya radhiyallohu anhu kaltak bilan urib o'ldirdi. Birga kelgan yahudiylar qo'rqib chekindi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga kelayotgan qiyinchilik va sinoqlarga ishi og'rib, ulardan qiyinchiliklarni va dushmanlarning tajovuzlarini yengiltish uchun, shundaqla dushman kuchini parchlash uchun Avs bilan Xazarjlarga G'atpanning mushriklar qo'shinidan ayrilib chiqishga ko'ndirish uchun suhbatlashib beqish maslahatini berdi. Lekin ular Alloh bilan qasam, biz ular bilan suhbatda o'tirmaymiz deb rad qildi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom suhbat qilish o'yidan voz kechdi. Musulmonlar tangdoshsiz qiyinchiliklarga bardoshliklarni berdi. To'qinish Xandaq atrofida davomlashib, Said ibn Muazning ko'ziga o'q tegib zaxmlandi. Musulmonlar Xandaqni muhofazat qilib, mushriklar qayerga borsa agishib himoya qilganidek, Madina ichidagi Bani Qurayza yahudilarining qo'rg'onlari hujum qilishni ullik takbir va hujumlar bilan musulmonlarning orqa tarafidan tuyuqsiz hujum qilishini oldini oldi va mag'lub qildi. Gerçi soğuk şuncha qattiq bo'lishi qarmay, payg'ambar alayhisalom kechilik qarovullikda sahobalar bilan birga turdi. Muhasara va to'qinishlar uzoq davomlashdi. Musulmonlar jon tikib kurash qildi. Ansarlardan 5 kishi shahid bo'ldi. 2 mushrik yaralandi. Ularning biri tuyuqsiz o'ldi. Yana biri Makkaga qaytish yo'lida o'ldi. Musulmonlar tavranmay jihad qilish, Allohga iltijo qilish uchun turdi. Payg'ambar alayhisalom ularga osonlikning bo'ldiganligiga bishorat berdi. Musulmonlar Madinada muhosara qilinib, 27 kun bo'lganda Alloh payg'ambar alayhisalom va musulmonlarning duosini ijobat qildi. Alloh ularga kuchli bo'ron avatib, ularning kabi o'ylarini, uzuq tuluklarini yulib uchirib ketdi. Mushriklarning qalbi qo'rqinch va umidsizlikka to'ldi. Mushriklar to'planib ziyon tortgan, xorlangan holda Makkaga qaytishdi. Ularga ergishib, G'atpan qo'shinimi ziyon tortgan, xor bo'lgan holda chekindi. Allah bu haqda mundaq deydi. Allah kafirlar, ya'ni Madinaga hujum qilgan ittifoqdosh qo'shinni xafa holda qaytirdi. Ular maqsadiga yetolmadi. Allah dushmanga bo'ron va perishlarni opirid qilib, mu'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi. Allah kuchlidir va g'olibdir. Madina havo uchiq bir kun yurdi. Musulmonlar Xandaq sirtidan muhosara qilgan mushriklardan botirlik, sabr, duolari bilan qutuldi va ularni mag'lub qildi. Payg'ambar alayhissalom Allohning himoyasi va nusratidan xursand bo'lgan holda sahobalarni uyga qaytishga ruxsat qildi. Alloh sahobalardan rozi bo'lsin. Alloh ularning din uchun qilgan barliq fidokorliklariga mol ajr bersin. İnsoniyatning yetakchisi, ummatning qo'mondoni Muhammad alayhissalomga Allohning rahmati va salomi bo'lsin.